Hududlarda amalga oshirilayotgan qurilish, obodonlashtirish va infratuzilmani rivojlantirish ishlari bilan tanishish maqsadida viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov Termiz, Angor va Muzrabot tumanlarida bo'ldi. Termiz tumanida ko'l bo'yi hududida tashkil etilishi rejalashtirilgan ekopark loyihasi taqdimoti ko'rib chiqildi. Loyiha doirasida aholi va sayyohlar uchun zamonaviy dam olish maskanini barpo etish, hududning ekologik hamda turistik salohiyatini oshirish maqsad qilingan. Shuningdek, Al-Hakim at-Termiziy va Sulton Saodat ziyoratgohlarini o'zaro bog'lovchi yangi avtomobil yo'li qurilishi yuzasidan axborot berildi. Viloyat rahbari Termiz tumani Yangi O'zbekiston massivi hamda unga tutash hududda amalga oshirilayotgan loyihalar ijrosi bilan ham tanishdi. Dastlab mas'ullar tomonidan Yangi O'zbekiston massivida 2027-2028-yillarda qurilishi rejalashtirilgan turar joylar uchun yer uchastkalarini auksion savdolariga chiqarish, shuningdek hududda xavfsiz shahar konsepsiyasini joriy etish bo'yicha takliflar taqdim etildi. Navro'z mahallasi va Yangiariq hududida ko'p qavatli turar joylar qurilishi, ot sporti maktabi uchun yangi bino barpo etish loyihalari ham muhokama qilindi. Angor tumanida M39 xalqaro avtomobil yo'li bo'yidagi 220 gektar maydonda tashkil etilgan yashil belbog' hududida olib borilayotgan ishlar ko'zdan kechirildi. Xususan, daraxt ko'chatlarini parvarishlash va tomchilatib sug'orish tizimini to'liq joriy etish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar muhokama qilindi. Shuningdek, Angor tumanining Navro'z mahallasida master reja asosida ko'p qavatli turar joylar qurish, Ilg'or va Bahor mahallalarida Islom taraqqiyot banki ishtirokidagi xalqaro loyiha doirasida tejab qolingan mablag'lar hisobidan infratuzilma obyektlarini barpo etish rejalari taqdim qilindi. Muzrabot tumanida investitsiya dasturi asosida Gulobod mahallasida 90 o'rinli maktabgacha ta'lim tashkiloti, Oriyat mahallasidagi 8-sonli bog'chaga 100 o'rinli qo'shimcha o'quv bino qurish hamda Do'stlik mahallasidagi 14-sonli bog'chani rekonstruksiya qilish loyihalari ko'rib chiqildi. Shuningdek, Yangiyer mahallasida ko'p qavatli turar joylar va savdo maishiy xizmat ko'rsatish nuqtalarini tashkil etish ishlari bilan tanishildi. Tuman markazidagi qabul maskanida sholichilik klasteri tashkil etish, Qurbon Amirqulov nomidagi chorvachilik maktabini barpo qilish, Alpomish mahallasida ko'prik qurish, maktabga qo'shimcha o'quv binosi va oshxona qurish hamda elektr tarmoqlarini yangilash bo'yicha loyihalar taqdimot qilindi. O'rganishlar davomida barcha loyihalarni sifatli va belgilangan muddatlarda amalga oshirish, aholi uchun qulay infratuzilma yaratish hamda yangi ish o'rinlari tashkil etish yuzasidan mas'ullarga tegishli topshiriqlar berildi.